Mamlakatimizda kechayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasi Do'stlik tumanidagi o'zgarishlarda yaqqol namoyon. Do'stlikda yangi bozor savdo kompleksi aholi va tadbirkorlar uchun bag'rini ochdi. Eski bozorning tor va noqulay sharoitlari endi o'tmishda qoladi. Yangi bozor bu endi barcha uchun keng, yorug' va qulay savdo sharoiti degani. Ham tadbirkor, ham xaridor uchun qulay bo'lgan mazkur zamonaviy markazga qadam qo'ygan har qanday inson, keng yo'laklar, qulay joylashgan savdo xarid qatorlari va toza muhit misolida Do'stlik tumanida inson qadri uchun tamoyili asosida olib borilayotgan katta ko'lamdagi o'zgarishlar to'lqinini his etadi. Yangi bozor majmuasining asosiy xususiyati bu shubhasiz sifati nazorat qilingan toza va tabiiy mahsulotlar assortimentining ko'pligidir. Eng muhimi, go'sht va sut mahsulotlari ishonchli, barcha mahsulot narxlari hamyonbop. Bozor savdo majmuasining har to'rttala tomonida kirish darvozalari, avtotransport vositalari uchun maxsus turargoh mavjud. Savdo maydoni va butun bozor sahniga beton qoplama yotqizilgan. Tadbirkorlar uchun ham, aholi harakati uchun katta yengillik yaratadigan bu kabi qulayliklar esa bisyor. Ozoda va xavfsiz muhit ustuvor. Xalqimiz ertaga emas, bugun yaxshi sharoitlarda yashashi kerak. Mana shu bunyodkor g'oya asosida barpo etilgan yangi bozor Do'stlik tumanidagi har bir inson uchun turmush sifatini oshirishga xizmat qiladigan muhim savdo xizmati qulayliklaridan biri. Do'stlik tumanining yangi bozori xalqimiz farovonligi uchun yaratilgan yangi imkoniyat.